Qanday qilib bu bemorimizni tishlarini bu holatdan bu holatga keltirganimiz haqida mana shu video orqali sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bunda qanday qiyinchiliklarga uchraganimiz, bemorimizni qanday shikoyatlari borligi va bu davolanish etapi qancha vaqtga cho'zilgani haqida videoni oxirigacha ko'rsangiz batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Bu bemorimiz bizga shikoyat qilishidan asosiy sababi yuz tuzilishlarining shaklini o'zgarishi, tabassum qilganlarida milklarini ko'p ko'rinishi va asosan tishlarining notekisligi bilan murojaat qilib kelishgan. Albatta biz har bir bemorimizni fotoprotokol orqali ularning yuz tuzilishlarini, yuzini simmetriyasini, tabassum qilganda qanday holatda bo'lishini tekshiramiz. Mana shu fotoprotokol rasmlaridan sizlar bilan bahramand bo'lamiz. Bu tabassum qilib turgan holati, agar e'tibor bergan bo'lsak, yuzimizni uzunligi biroz uzunroq. Bu narsa ko'pincha og'iz orqali nafas oladigan bemorlarda yoki pastki jag'imiz pastga qarab o'sadigan bemorlarda ko'plab kuzatiladi. Yon tomondan ham e'tibor beradigan bo'lsak, bunda biz pastki jag'imizni ozgina orqadaligini va pastki jag'ning o'sishdan ozgina orqada qolayotganini kuzatishimiz mumkin. Bemorimiz bizga murojaat qilgan paytda yoshlari 12-13 yosh atrofida edilar. Shuning uchun bularni pastki jag'ini o'stirishga harakat qilganmiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, qanday o'stirganimiz haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Bundan oldin siz kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosing. Bu narsa sizga foydali ma'lumotlarni tez-tez olib turishga yordam beradi. Bemorimizni yuz tuzilishiga agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, yuzimizni pastki qismi uzunroq, lablarining holatiga, dahanimizning holatiga e'tibor bersak, lablarning yopilishiga ozgina kuch talab qilinadi. Chunki yuzimizning pastki 1/3 qismining balandligi ozgina uzunroq. Tabassumdagi holatiga e'tibor bersak, yuqorgi tishlarimiz bilan pastki tishlarimiz orasida anchagina masofa bor. Bu narsa o'z-o'zidan pastki jag'ning kichkinaligini yoki yuqori jag'ning juda ham ko'p o'sib ketganligidan dalolat berishi mumkin. Og'iz ichiga kiradigan bo'lsak, og'iz ichidagi tishlarining holatini ko'rishimiz mumkin. Bir qarashda muammo yo'qqa o'xshab ko'rinadi oldi tomondagi rasmlarda. Ba'zi bir tishlarimiz teparoq, yuqoriroqda joylashgan, tishlarimizning nisbatlari va mana bu holatda ko'rishimiz mumkin. Mana shu rakursda olingan tishlarimizni holatida tepa tish bilan pastki tishlarimiz orasida masofa borligini ko'rishimiz mumkin. O'zi normada tepadagi tishlarimiz pastki tishlarga tegib turgan holatda bo'lishi kerak. Yon tomondan qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham har bitta tishimizni o'zini joylashadigan joyi normada bor. Tepadagi 6-tishimiz mana bu do'mboqchasi, pastki 6-tishimiz mana shu chuqurchasida joylashi kerak edi o'z aslida normada. Tepadagi qoziq tishimiz ham normada pastki 3 va 4-tishlar orasida mana shu joyda turishi kerak. Bu yerda pastki jag'imiz orqada qolganligi sababli bizni bu tishlarimizning munosabati normaga nisbatan ozgina o'zgargan. Mana bu holatda ham ko'rishimiz mumkin. Tepa tishimiz bilan pastki tishimizning orasidagi masofamiz anchagina katta. Mana shu masofa ham bizga qiyinchilik tug'diradi. Uning orasidagi masofani yopishga mana bu masofa ham. Bu yerda ham xuddi shunday tepadagi 6-tishimiz mana shu holatda joylashishi kerak edi. Tepadagi qoziq tishimiz esa pastki 3 va 4-tishlar orasida joylashishi kerak edi normada. Bularning orasidagi masofamiz ozgina pastki jag'imiz kichkina bo'lganligi sababli orqada qolgan. Bu bizda yuqori tish qatorimiz. Yuqoridagi tishlarning holatini ko'rishimiz mumkin. Ozginagina markaziy tishimiz uchun joy yetarli emas. Bu pastki tish qatorlarimiz, pastdagi tishlarimizning holati yomon emas. Albatta har bitta bemorimizda rentgen tasviriga rentgenologik tekshiruv usulidan o'tkazamiz. Mana shu bemorimizning rentgen tasvirlari, ularning hamma tishlari mavjud. Aql tishlari ham bor, kelajakda aql tishlarining chiqish ehtimoli ham bor, chunki ularning zachatkasi, ya'ni murtaklari mavjud. Ildizlarining holatlari, suyaklarining holatlari yaxshi, hech qanday qarshi ko'rsatma yo'q. Davolangan tishlari ham yo'q. Bu rentgenda oldi tomondan ko'rinishi. Har bir bemorimiz 3D rentgen tasviri orqali ularning jag'larini, suyaklarini, holatlarini tekshirib ko'ramiz. Yon tomondan ko'rinishi. Mana shu joyda ko'rishimiz mumkin. Pastki jag'imiz bilan yuqorgi jag'imizdagi tishlarning orasidagi masofasi qanaqa holatda joylashganini. Har bir bemorda albatta jag'larini kengligini o'lchab chiqamiz. Bu yerda biz bemorimiz yuqori jag'lari 64 mm, pastki jag'lari 56 mm chiqqan. O'zi normada bu pen analizi bo'yicha 5 mm bo'lishi kerak. Bizda pastki jag'imizning razmeri hajm jihatdan kichkinaligini bu yerda dalolat beryapti.
Mana bu holatda tishlarning holatini ko'rishimiz mumkin. Tepa tishlarimiz anchagina tashqariga chiqib ketgan. Bu o'sha markaziy kurak tishlarimizning holati. Bo'g'imlarning holatini ham tekshirib ko'rganmiz. Bo'g'imlarimizning holati ham normaga nisbatan ozgina orqaroqda joylashgan. O'ng tomonni va chap tomondagi holati bu. Albatta, mana shu rentgen tasviriga qarab turib biz ko'p davolash rejasini tuzamiz. Bunda biz kalla suyaklariga nisbatan bizni yuqori jag' suyagimizni va pastki jag' suyagimizni qanaqa darajada o'sganligini aniqlaymiz. Undan tashqari tishlarimizni qanchalik darajada tashqariga chiqib ketganini graduslarda o'lchab tekshirib ko'ramiz. Bu bemorimizda ham agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, yuqoriga tishlarimiz juda ham ko'p oldinga chiqqan, pastki jag'imiz normaga nisbatan ozgina orqaroqda joylashgan va bu bemorimizda agar bo'yin umurtqalariga qaraydigan bo'lsak, biz mana shu bo'yin umurtqalariga qarab turib biologik yoshni aniqlaymiz. Ya'ni bemorimiz yana o'sishi to'xtamaganmi, pastki jag'ini o'stirish imkoniyatimiz bormi yoki yo'qligiga qarab turib, mana shu bo'yin umurtqalariga qarab biz davolash rejasini ham tuzamiz. Bu bemorimizda hali o'sish to'xtamagan edi. Shu sababdan biz ularni pastki jag'ini o'stirish uchun maxsus Twin Block apparatidan foydalanganmiz. Uni videosini ham qo'yib ko'rsatamiz. Mana shu apparat yordamida bularni pastki jag'ini o'stirishga harakat qilganmiz. Agar yana bu bemorga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, pastki jag'imiz soat strelkasiga teskari rotatsiya, ya'ni soat strelkasi bo'ylab rotatsiya qilganini ko'rishimiz mumkin. Bunday holatlarda biz ko'pincha bunday bemorlarni pastki jag'ini shoxini kichkinaligini kuzatamiz. Mana shu shoximizni kichkinaligi uni pastki jag'ini teskari yoki pastga qarab o'sishiga sabab bo'lishi mumkin va mana shu holat bemorimizning yuzini pastki 1/3 qismini balandligiga olib keladi. Mana shu qizimizga mana shu apparatdan foydalanib pastki jag'ini o'stirishga harakat qilganmiz. Bu apparatimiz Twin Block apparati deb ataladi. Mana shu apparat yordamida biz pastki jag'ini oldinga olib chiqamiz majburlab. Mana shu holatida biz uni pastki jag'ini o'stiramiz. Bu apparatni taqish uchun 22 soat bir kunda taqish talab etiladi. Faqatgina 2 soatgina yechish mumkin. Ovqatlangan payti va tishlarni yuvish, tozalash payti yechib tursa bo'ladi. Uni aktivatsiya qilish holati bir haftada bir marta, ya'ni vintlarini burash bir haftada bir marta bemorlarga buyuraman. Ma'lum bir vaqt oralig'ida bemorlarimiz kelganda biz uni orqa tomondagi mana shu plastmasalarini charxlab turib, tishlarini o'sishiga imkoniyat yaratib beramiz. Va ikkinchi etapimiz bu bracket sistemalari yordamida notekis tish qatorlarini oxiri tekislashdan iborat bo'ladi. Mana shu apparatimiz orqali biz bemorimizni pastki jag'ini oldinga o'stirib olib, keyin bracket qo'yganmiz, xuddi shu bemorimizda. Xuddi shu bemorimizni biz rentgenologik tekshiruv usulidan o'tkazganmiz. Mana shu rentgenologik tekshiruv usulidan keyingi danlilarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana bu yerda qanday holatda joylashgan, jag'larining holati qanaqa, mana bu natijalar hammasi o'sha bemorimizniki. Bu qora rangdagilari, bu normadagilari. Bitta danlisiga e'tibor qaratamiz. Mana bu pastki jag'ning holati. Pastki jag'imiz normada -1.8 mm bo'lish kerak edi. Bu bemorimizda -17 mm chiqqan, ya'ni pastki jag'lar anchagina orqadaligini ko'rishimiz mumkin. Shu sababdan biz uni pastki jag'ini o'stirishga harakat qilganmiz. Bemorimiz agar bizga kelganida 13 yoshda bo'lsa ham, mana uni pasportiga yoshi 13 yosh, 7 oyligida kelgan bizning oldimizga. Lekin uni bo'yin umurtqalariga agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bo'yin umurtqalarimiz hali o'sish to'xtamaganligini ko'rsatganligi sababli bu bemorimizni pastki jag'ini o'stirish amaliyotini amalga oshirganmiz. Mana bu bemorimizni o'sha apparatlarni pastki jag'ini o'stirganimizdan keyingi holati. Twin Block apparatini yechganimizdan keyin ko'pincha mana shunaqa holat kuzatiladi. Tishlarimiz bir-biriga tegmay qoladi. Ko'pincha bunday holatda faqatgina orqadagi ikkita tishlarda, ya'ni 7-tishlarda kontakt mavjud bo'ladi. Bu bemorimizda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Shu joyda aytib o'tmoqchiman, bizda bemorimiz pastki jag'ini o'stiruvchi apparatini 1 yil davomida taqqanlar. 1 yil davomida taqqanidan keyingi mana shu rezultat. Pastki jag'lar oldinga chiqqan, lekin tishlarimizning nisbati, kontaktlari faqatgina orqada ikkita 7-tishlarida mavjud edi. Qolgan tishlari bir-biriga tegmas edi. Bularga bracket sistemasini o'rnatdik. O'zimizning maxsus termoaktivniy 80 grammli 16x22 razmerdagi dugalarni o'rnatganmiz va ularga tishlararo o'zimizning maxsus rezinoviy elastiklarimizni berganmiz, ya'ni tishlarni bir-biriga tortish uchun. Yon tomondan ko'rinishi, tishlarimizning holati, dugamizning qanaqa darajada qiyshiqligini ham ko'rishimiz mumkin. Bu yuqorgi tish qatorimiz,
ba'zi bir qoziq tishlarimiz o'zini o'qini atrofida aylanganini ham ko'rishimiz mumkin. Bu pastki tish qatorimiz. Va oradan 3 oygina o'tgandan keyingi natija, 3 oydan keyingi holatda mana shunaqa natijaga erishdik. Oldi tomondan ko'rinishi, tishlarimizni bir-biriga bo'lgan munosabati yaxshilandi. Kontaktlari yaxshi holatga keldi. Agar boya birinchi bosqichdagi rasmda agar e'tibor bergan bo'lsak, orasida anchagina masofa bor edi. Tishlarimizni bir tekislikda joylashganini ko'rishimiz mumkin. Yon tomondan agar e'tibor beradigan bo'lsak, tishlarimiz normaga kerak bo'lishi kerak bo'lgan joyda turibdi. Tepadagi 6-tishimiz mana bu do'mboqchasi, pastki 6-tishimiz chuqurchasida, tepadagi qoziq tishimiz esa pastki 3 va 4-tishlar orasida joylashishi kerak edi. Bular o'zi norma holatida joylashdi mana. Orasidagi masofamiz ham yaxshi tomonga o'zgardi. Bu yerda ham xuddi shunday tepadagi 6-tishimiz, pastki 6-tishimiz chuqurchasida, tepadagi qoziq tishimiz esa pastki 3 va 4-tishlar orasida joylashishi kerak edi. Bularning ham joylashuv joylari norma holatiga keldi. To'g'ri, orasida ozgina masofalar, ochiq joylarimiz bor. Bularni endi davolash etapida yopamiz. Hali ishimiz oxirigacha tugatilmagan, lekin 3 oyda yomon natijaga erishmaganmiz. Bu yuqorgi tish qatorimiz, bu pastki tish qatorimiz. Eslash uchun oldingi holati bilan o'sha braket qo'yilgan birinchi kunimiz va 3 oydan keyingi holat. Yon tomondan ko'rinishi. Mana qanchalik masofamiz bor edi, pastki jag'imiz qanchalik orqada edi. Biz uni pastki jag'ini shu darajada oldinga olib chiqa oldik. Mana bu yon tomondan ko'rinishi. 6-tishlarimizning nisbatini bu yerda ko'rishimiz mumkin. Boya aytganimdek, qoziq tishlarimizning nisbatini ham ko'rishimiz mumkin bu yerda. Mana shunday qilib bu bemorimizni to'g'ri 3 oyda yaxshi natijaga erishdik-ku, lekin bundan oldingi 1 yillik mehnati ham mavjud. Boyaga pastki jag'ni o'stiruvchi apparatlarni bemorimiz yaxshi qunt bilan taqib berganliklari uchun ularni pastki jag'lari oldinga chiqdi va o'sdi. Shuning uchun biz bemorlarimizga iltimos qilib qolgan bo'lar edik. Apparatlarni o'z vaqtida aytilganidek taqish bu sizning salomatligingiz uchun juda ham zarur. Yaxshi natijaga erishishimiz 70% sizlarga bog'liq. Agar sizda ham yoki sizda farzandlaringizda ham shunga o'xshash muammolar bo'lsa, biz telefon raqamlarimizni sahifamizda qoldiramiz. Shu telefon raqamlari orqali qabulimizga yozilishingiz mumkin. Shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarni olish uchun bizni sahifamizni kuzatib boring va kanalimizga obuna bo'ling.